O'zbekiston Turkiya do'stlik ordeni sohibi e'tiboringiz markazida san'atkorga munosib ravishda davomiy guldiroz qarsinglar bilan Furqat Machoni taklif etamiz. Marhamat. Mazasi bo'lmayapti. 50 talaba san'atkorlarni bular kutib olmaydi deyishyapti. Bir o'zimizni ko'rsataylik. E'tiboringiz markazida butun xalqimizni faxriga allaqachon aylanib ulgurgan 7 dan 70 gacha bo'lgan barchani sevimli xonandasi estradamizning yorqin yulduzli ijodkori Furqat Machoni qarshi olamiz. Marhamat, keling. Qara keling.